Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugun sizga juda muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotni yetkazaman. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'rga, har bir o'z ota-onasini, bobo buvisini qadrlaydigan insonga bevosita tegishli. O'zbekiston pensiya jamg'armasi tomonidan berilgan so'nggi ogohlantirish nafaqaxo'rlarning 20gacha qo'shimcha to'lov olish imkoniyati haqida bo'lib. Ko'pchilik bu noyob imkoniyatdan bexabar qolishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosing. Toki bu muhim ma'lumot boshqa nafaqaxo'rlarga ham yetib borsin va ular ham o'z qonuniy huquqlaridan foydalana olsinlar. Pensiya tizimida ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari nafaqalar odatdagi qonun hujjatlariga muvofiq ish staji, o'rtacha ish haqi va boshqa umumiy qoidalar asosida hisoblab kelinar edi. Har bir nafaqaxo'r o'zining mehnat faoliyatiga qarab belgilangan tartibda pensiya olardi. Ma'lum bir yoshga yetganligi yoki tug'ilgan yili uchun maxsus keng ko'lamli yirim krediti miqdoridagi ustama to'lash mexanizmi mavjud emas edi. Pensiya jamg'armasi har bir fuqaroning shaxsiy ma'lumotlarini, shu jumladan tug'ilgan yili va sanasini o'z bazasida saqlagan holda ishladi. Ammo bu ma'lumotlar avtomatik ravishda qo'shimcha to'lovlarni faollashtirish uchun asos bo'lmas edi. Hozir esa vaziyat biroz o'zgardi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yaqinda qabul qilingan PKX sonli qarori yoki boshqa me'yoriy hujjat bilan nafaqaxo'rlarning ma'lum bir toifalariga, aniqrog'i muayyan yoshdan oshgan, hayotining aksariyat qismini mamlakatimiz rivoji yo'lida mehnatga bag'ishlagan keksa avlod vakillariga moddiy yordamni kuchaytirish maqsadida maxsus bedendis miqdorida ustama joriy etildi. Bu ustama ularning asosiy pensiya miqdoriga qo'shib berilishi ko'zda tutilgan. Muhim jihati shundaki, bu ustamani olish uchun nafaqaxo'rning pensiya jamg'armasiga o'zining tug'ilgan yilini qayta tasdiqlashi yoki maxsus ariza bilan murojaat qilishi talab etiladi. Nega pensiya jamg'armasi nafaqaxo'rlardan tug'ilgan yilini qayta tasdiqlashni so'ramoqda? Axir bu ma'lumot ularda allaqachon mavjud-ku. Savol o'rinli. Buning bir nechta sabablari bor. Birinchidan, yangi imtiyozlarni joriy etishda, ayniqsa keksa avlodga qaratilgan bunday muhim dasturlarda ma'lumotlar bazasining dolzarbligini ta'minlash juda muhimdir. Ba'zi eski hujjatlar, ayniqsa qo'lda yozilgan yoki eski kompyuter tizimlarida saqlangan ma'lumotlar yangi talablarga mos kelmasligi yoki aniqlik darajasi past bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasi ushbu imtiyozni olishga haqli bo'lgan har bir shaxsning ma'lumotlarini yangidan tasdiqlashni istaydi. Bu xatoliklar oldini olish va pul mablag'larining aniq manzilga yetib borishini ta'minlash uchun zarur. Ikkinchidan, bu nafaqaxo'rlarning o'zlari ham yangi imtiyoz haqida xabardor bo'lishlarini va uni olish uchun faol qadam tashlashlarini ta'minlashga qaratilgan. Ko'pincha yangi qonunlar yoki imtiyozlar joriy etilganda ko'pchilik, ayniqsa keksa avlod vakillari bu haqda bilmasliklari sababli ulardan foydalana olmaydilar. Pensiya jamg'armasi bu orqali har bir imtiyozga loyiq shaxsga murojaat qilish imkoniyatini yaratmoqda. Uchinchidan, ushbu jarayon shuningdek firibgarlik holatlarining oldini olishga ham yordam beradi. Yangi to'lovlar joriy etilganda ba'zi shaxslar noqonuniy yo'llar bilan pul olishga urinishlari mumkin. Tug'ilgan yilni shaxsan tasdiqlash yoki ariza berish talabi bunday urinishlarning oldini olishga xizmat qiladi. Demak, bu shunchaki qog'ozbozlik emas, balki pensiya jamg'armasining har bir nafaqaxo'rning huquqini himoya qilishga va imtiyozlarni adolatli taqsimlashga bo'lgan mas'uliyatli yondashuvidir. Keling, endi batafsil ko'rib chiqamiz. Kimlarga bu ustama tegishli va kimlar tashvishlanishi kerak, kimlar esa hozircha emas. Ushbu 20 qo'shimcha to'lovdan kimlar foydalanishi mumkin? Asosiy mezon yosh. Aytaylik, prezident qaroriga ko'ra 2024 yil 1 yanvar holatiga ko'ra eksim yoshga to'lgan va undan oshgan barcha nafaqaxo'rlar ushbu imtiyozga ega bo'lish huquqiga ega. Ammo bu imtiyozni olish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilib o'zining tug'ilgan yilini tasdiqlash shart. Bu shuni anglatadiki, sizning yoshingiz takundan oshgan bo'lsa ham, agar siz ariza bermasangiz va o'z tug'ilgan yilingizni tasdiqlamasangiz, bu ustama sizga avtomatik ravishda hisoblanmaydi. Misollar: Oydin opa ko'ygasi, Oydin opa Paramiz 2 yoshda, uzoq yillar maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Hozirda uning asosiy pensiya miqdori 1.500.000 so'mni tashkil etadi. Oydin opa bu yangilikni televizorda eshitgan, ammo tushunmagan. Kelinga unga yordam berib, barcha kerakli hujjatlarni tayyorlab pensiya jamg'armasiga birga borishgan.
Natijada Oydin opaning pensiyasiga 20 mandali miqdorida, ya'ni 1 million 500 bin. 20-300 bin so'm qo'shimcha mablag' qo'shib beriladigan bo'ldi. Endi u har oyda jam 1 million 800 bin so'm pensiya oladi. Bu qo'shimcha mablag' uning kundalik ehtiyojlari uchun, dorilar yoki oziq-ovqat xarid qilish uchun juda katta yordam bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, oddiy ariza bilan murojaat qilish orqali sezilarli darajada moliyaviy yordam olish mumkin. Ahmad Bobo misoli. Ahmad Bobo 85 yoshda. U uzoq yillar kolxozda mehnat qilib, vatanimizning qishloq xo'jaligiga katta hissa qo'shgan. Uning pensiyasi 1 million 300 ming so'm atrofida edi. Ahmad Bobo bu yangilikni eshitgan bo'lsa-da, yoshi o'tganligi sababli unga borgan. Bu hujjatbozlik bilan shug'ullanish qiyin deb o'ylagan va murojaat qilmagan. Ammo uning farzandi videoyimizni ko'rib, bu imkoniyat haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lgan. U darhol otasining hujjatlarini tayyorlab, Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilgan. Bir necha kundan so'ng Ahmad Boboga pensiya jamg'armasidan qo'ng'iroq qilishib, 21 ustama rasmiylashtirilganligi va keyingi oydan boshlab uning pensiyasiga qo'shimcha 2.6 ming so'm, 1.300 ming qo'shib berilishi haqida xabar berishgan. Bu holatda Ahmad Boboning farzandining faolligi uning otasiga katta yordam bo'ldi. Bu shuni ko'rsatadiki, agar sizning oilangizda keksa nafaqaxo'rlar bo'lsa, ularga bu masalada yordam berishingiz juda muhim. 3 Gulnora ayaning vaziyati. Gulnora aya 78 yoshda. U ham bu yangilikni eshitib, tezda pensiya jamg'armasiga borgan. Bu yerda unga hozircha bu ustamaning yosh chegarasi taqimli yosh ekanligi, shuning uchun hozircha unga bu ustama tegishli emasligi tushuntirilgan. Gulnora aya biroz xafa bo'lgan, ammo unga 2 yildan so'ng taqinida yoshga to'lgach, u ham ushbu imtiyozga ega bo'lishi mumkinligi tushuntirilgan. Unga shunchaki o'zining shaxsiy ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazasida to'g'riligini tasdiqlash va 2 yildan so'ng qayta murojaat qilish tavsiya etilgan. Bu misol shuni ko'rsatadiki, imtiyozga ega bo'lmaganlar ham ma'lumotga ega bo'lishlari va kelajakda undan foydalanish uchun tayyor turishlari kerak. 4. Nodir amaki va noto'g'ri ma'lumotlar. Nodir amaki 35 yoshda. U mahalla oqsoqolidan bu irmakli ustama barcha nafaqaxo'rlarga tegishli ekanligi haqida noto'g'ri ma'lumot eshitib, pensiya jamg'armasiga cho'pib borgan. U yerda unga bu ustama faqat taqvim yoshdan oshganlarga berilishi tushuntirilgan. Nodir amaki biroz hafsalasi pir bo'lgan bo'lsa-da, aniq ma'lumotga ega bo'lganidan xursand bo'ldi. Bu kabi noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishining oldini olish uchun bizning videoyimiz kabi manbalar juda muhimdir. Nodir amakining vaqtini behudaga sarflamaslik uchun aniq ma'lumotga ega bo'lish kerak. Xo'sh, kimlar aynan tashvishlanishi kerak? Yana harakat qilish kerak. Birinchi, navbatda taqvim yosh va undan oshgan nafaqaxo'rlar, shuningdek ularning oila a'zolari. Agar sizning ota-onangiz, bobo-buvingiz yoki boshqa yaqin qarindoshlaringiz taqvim yoshdan oshgan bo'lsa, ularga yordam berishni zudlik bilan boshlang. Ikkinchidan, 75 yoshdan oshgan. Ammo hali taqazimga to'lmagan nafaqaxo'rlar ham bu ma'lumotga e'tibor berishlari lozim. Chunki ular yaqin kelajakda bu imtiyozga ega bo'lishlari mumkin va shaxsiy ma'lumotlarni oldindan pensiya jamg'armasi bilan aniqlab olishlari foydadan xoli emas. Kimlar hozircha tashvishlanmasa bo'ladi, ya'ni bu imtiyozga ega emas. Yosharoq nafaqaxo'rlar, masalan, 75 yoshdan kichiklar hozircha bu ustamaga ega emaslar. Biroq ularga ham pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlarni kuzatib borishni tavsiya etamiz. Chunki kelajakda boshqa imtiyozlar yoki yosh chegaralari o'zgarishi mumkin. Har doim xabardor bo'lish o'z huquqlaringizni himoya qilishning asosiy garovidir. Istisnolar, to'siqlar va g'ayritabiiy nuanslar. Har qanday qoida o'z istisnolariga ega bo'lgani kabi, bu yangi ustama ham ba'zi nozik jihatlarga ega. Istisnolar. Nafaqaning boshqa turlari. Agar nafaqaxo'r battumun yoshdan oshgan bo'lsa-da, u nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki boshqa maxsus turdagi nafaqa olgan taqdirda unga bu 20 pani ustama beriladimi? Odatda. Bunday ustamalar faqat yoshga doir pensiya oluvchilarga beriladi. Biroq ba'zi holatlarda hukumat qarorlarida bu turdagi nafaqalarga ham tatbiq etilishi mumkinligi ko'rsatiladi. Shuning uchun aniq holatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilib aniqlashtirish shart. Masalan, agar nogironlik nafaqasi olayotgan shaxs tegishli yoshga to'lgan bo'lsa, u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib o'z holatini tushuntirishi va agar uning pensiya turiga ham bu ustama tegishli bo'lsa, uni rasmiylashtirishi lozim. 2 xorijda yashovchilar
agar O'zbekiston fuqarosi bo'lib nafaqa oladigan shaxs xorijda yashasa, unga bu ustama tegishli bo'ladimi? Odatda O'zbekiston pensiya tizimidan nafaqa oluvchilar qayerda yashashidan qat'i nazar O'zbekiston qonunchiligi bilan belgilangan imtiyozlarga ega bo'lishi kerak. Ammo bu masalada ham pensiya jamg'armasi yoki O'zbekistonning xorijdagi diplomatik vakolatxonalari orqali aniqlik kiritish lozim. Ba'zan hujjatlarni yig'ish va topshirish jarayoni xorijda yashovchilar uchun murakkabroq bo'lishi mumkin. To'siqlar va e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan jihatlar. 1. Murojaat qilish muddati, deadline. Ko'pincha bunday yangi imtiyozlar uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Masalan, qaror kuchga kirgan kundan boshlab 6 oy ichida yoki joriy yilning oxirigacha. Agar bu muddat o'tkazib yuborilsa, nafaqaxo'r bu imtiyozdan mahrum bo'lishi yoki uni keyinroq, ba'zi hollarda esa umuman ololmasligi mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qilish juda muhim. Tasavvur qiling. Bir keksa inson bir necha oyga kechikib murojaat qildi va bu davr uchun oladigan qo'shimcha pullardan mahrum bo'ldi. Bu uning uchun sezilarli yo'qotish bo'lishi mumkin. 2. Noto'g'ri ma'lumotlar. Pensiya jamg'armasi bazasidagi tug'ilgan yil yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringiz noto'g'ri bo'lsa nima bo'ladi? Bunday holatlar kam uchrasa-da bo'lishi mumkin. Agar sizning pasportingizdagi tug'ilgan yil pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotga to'g'ri kelmasa, sizga ustama berish jarayoni to'xtatib turilishi mumkin. Bunday holda siz avval ma'lumotlaringizni to'g'rilashingiz shart bo'ladi. Bu esa ko'proq vaqt va qo'shimcha hujjatlar talab qilishi mumkin. Masalan, arxividan tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma nusxasini olishga to'g'ri kelishi mumkin. 3. Firibgarlik va aldamchilik. Yangi imtiyozlar joriy etilishi bilan firibgarlar ham faollashadi. Sizga pensiya jamg'armasidan yoki davlat xizmatlaridan deb qo'ng'iroq qilib, karta raqamingiz, PIN kodingiz yoki boshqa maxfiy ma'lumotlaringizni so'rashlari mumkin. Hech qachon bunday ma'lumotlarni telefonda bermang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon bunday maxfiy ma'lumotlarni talab qilmaydi. Agar sizga shubhali qo'ng'iroqlar bo'lsa, darhol yaqinlaringizga xabar bering yoki pensiya jamg'armasining rasmiy ishonch telefoniga murojaat qiling. 4. Oila a'zolarining yordamiga bog'liqlik. Ko'plab keksa nafaqaxo'rlar mustaqil ravishda bu jarayonlarni amalga oshirishga qiynaladilar. Ular elektron xizmatlardan foydalana olmaydilar. Jismonan idoralarga borishga qiynaladilar. Shuning uchun farzandlar, nabiralar yoki boshqa yaqin qarindoshlarning yordami juda muhim. Ularning harakatga kelishi ko'plab keksa insonlarning o'z qonuniy huquqlaridan foydalanishiga sabab bo'ladi. G'ayritabiiy nuanslar, biri retroaktiv to'lov. Ustama ariza topshirilgan oydan boshlab to'lanadimi? Yoki prezident qarori kuchga kirgan kundan boshlab orqaga hisoblab to'lanadimi? Qonunchilikda odatda bunday to'lovlar ariza berilgan oydan keyingi oydan boshlab hisoblanishi ko'zda tutiladi. Ya'ni agar siz fevral oyida ariza bergan bo'lsangiz, ustama mart oyidan boshlab to'lanadi. Bu holatda kechiktirmasdan murojaat qilishning ahamiyati yanada ortadi, chunki har bir kechiktirilgan oy sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'ni yo'qotish degani. 2. Boshqa imtiyozlarga ta'siri. Bu igimbardan ustama nafaqaxo'r oladigan boshqa imtiyozlar, masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar, tibbiy yordam imtiyozlariga ta'sir qiladimi? Odatda bunday ustamalar to'g'ridan to'g'ri pensiyaning asosiy qismiga qo'shilishi sababli boshqa imtiyozlarga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha, pensiya miqdorining oshishi umumiy moliyaviy ahvolni yaxshilaydi. 3. Kelajakdagi indeksatsiya. Bu 20 desa ustama kelajakdagi pensiya indeksatsiyasi inflyatsiyaga qarab oshirilishi bilan birga oshiriladimi? Odatda bunday ustamalar pensiyaning asosiy qismiga qo'shilib, u umumiy pensiya miqdorining bir qismiga aylanadi. Demak, kelajakdagi har qanday pensiya o'sishlari bu ustamani ham o'z ichiga oladi va uning qiymati ham mos ravishda oshadi. Amaliy maslahatlar, nafaqaxo'r nima qilishi kerak? Endi esa eng muhim qismga, aniq qadamlarga o'tamiz. Agar siz saqmu yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda shunday nafaqaxo'r bo'lsa, quyidagi amaliy qadamlarni bajarishingiz shart. Birinchi qadam, o'z yoshingizni tekshiring va haqliligingizni aniqlang. Avvalo, pasportingizni yoki tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomangizni olib, o'z tug'ilgan yilingizni aniq tekshirib chiqing. Agar siz 2024 yil 1 yanvar holatiga ko'ra daqim yoshga to'lgan yoki undan oshgan bo'lsangiz, keyingi qadamlarga o'tishingiz mumkin. Agar 70 yoshdan oshgan bo'lsangiz, lekin taktaminga yetmagan bo'lsangiz, hozircha imtiyozga tegishli emas.
Ammo ma'lumotlaringizni pensiya jamg'armasi bilan aniqlab olishingiz foydali bo'ladi. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Bu jarayon uchun sizga bir nechta asosiy hujjatlar kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasporti yoki ID karta, pasportning aslini va nusxasini tayyorlab qo'ying. Nafaqa guvohnomasi, aslini va nusxasini tayyorlab qo'ying. Agar pasportdagi tug'ilgan yil yoki boshqa ma'lumotlar pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlarga mos kelmasa, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma asli va nusxasi ham talab qilinishi mumkin. Buni oldindan tayyorlab qo'yish ortiqcha bo'lmaydi. Ayrim hollarda sizdan qo'shimcha ma'lumotlar yoki hujjatlar so'ralishi mumkin. Shuning uchun barchasini jamlab tartib bilan saqlang. Uchinchi qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Sizning hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Hududiy pensiya jamg'armasi bo'limlari. Bu yerda sizga eng to'liq va aniq ma'lumot berilishi mumkin. Chunki ular bevosita ushbu jarayon bilan shug'ullanadi. U yerda mutaxassislar sizga ariza to'ldirishda yordam berishi, savollaringizga javob berishi va jarayonni tushuntirishi mumkin. Davlat xizmatlari markazlari, DXM. Bu markazlar aholiga xizmat ko'rsatish uchun yaratilgan bir darcha tamoyili asosida ishlaydi. Ular orqali ham ariza topshirish mumkin. DXM xodimlari sizga elektron navbat olishda va arizani to'g'ri sharhlantirishda yordam beradi. My.gov.uz portali orqali. Agar sizda elektron imzo bo'lsa va internetdan foydalanish ko'nikmalaringiz bo'lsa, siz My.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ham masofadan turib murojaat qilishingiz mumkin. Biroq ko'pchilik keksa avlod vakillari uchun bu usul murakkablik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun shaxsan borishni tavsiya etamiz. Agar oila a'zolaringizda internetdan foydalanish ko'nikmalari bo'lsa, ular sizga bu masalada yordam berishlari mumkin. 4-4-chi qadam. Qanday ariza yozish kerak? Pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazida sizga maxsus blanka beriladi. Bu blankaga siz o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriya va raqamingizni, tug'ilgan yilingizni, pensiya guvohnomasi raqamingizni kiritasiz va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil oy kundagi P2 sonli qaroriga asosan takroriy yoshdan oshgan nafaqaxo'rlarga beriladigan 20 bardim miqdoridagi ustamani tayinlashni so'rayman. Mazmundagi iltimosni yozasiz. Agar blanka mavjud bo'lmasa, oddiy e'dod qog'oziga yuqoridagi mazmunda erkin shaklida ariza yozishingiz ham mumkin. Arizaning oxirgi sana va imzo qo'yishni unutmang. 5-chi qadam, arizaning holatini kuzatish. Arizangizni topshirganingizdan so'ng sizga arizaning ro'yxatdan o'tganligi to'g'risida ma'lumot yoki ro'yxatga olish raqami beriladi. Bu raqam orqali siz arizaning ko'rib chiqilish holatini kuzatib borishingiz mumkin. Odatda arizalar qisqa muddat ichida ko'rib chiqiladi. Masalan, 10 kun 5 ish kuni ichida. Agar belgilangan muddatdan keyin ham sizga hech qanday xabar kelmasa, pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qilib yoki shaxsan borib arizangizning holatini so'rashingiz mumkin. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Qadrli do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu nafaqat bir ogohlantirish, balki yoshi ulug' nafaqaxo'rlarimiz uchun juda katta imkoniyatdir. Pensiya jamg'armasi sizni bu imkoniyatdan xabardor qilishga intilmoqda. Va biz ham o'z navbatimizda bu muhim ma'lumotni imkon qadar kengroq auditoriyaga yetkazishga harakat qilyapmiz. 20 bardim ustama ba'zi nafaqaxo'rlarimiz uchun katta yordam bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Esingizda tuting, agar siz sahun yoshdan oshgan bo'lsangiz, darhol harakat qiling. Agar oilangizda 9 ming yoshdan oshgan nafaqaxo'rlar bo'lsa, ularga yordam bering. Kerakli hujjatlarni to'plang va pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech qanday maxfiy ma'lumotni telefonda bermang. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni va boshqa nafaqaxo'rlar uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bilim, qudrat, ayniqsa pensiya masalalarida keyingi foydali videolarimizda ko'rishguncha